Aeto M9 ga pulim yetmay ekan, shu bu yil L9 Ultra olay, keyingi yilga ozgina haydab L9 ni sotib M9 Ultra olaman deyotganlarga juda ham zo'r variant kelib qoldi. 2025-yilda ishlab chiqarilgan Huawei Aeto M9 Ultra ning eng full komplektatsiyasi kelib qoldi. Akalar, mashina 94 ming dollarga olingan ekan. Hozir egasiga pul so'rashni kerak bo'lib qolgani uchun 68 mingga berib yuborilyapti. Qancha razницasi bilan sotyapti? Kommentariyaga yozib olinglar. Xo'p, mashina qora rangda, tepalari bronza qilingan, ikkita motorlik, 8 sekundda 100 ga chiqadi. 250 km tokda 1000 km dan oshiq benzinda yuradi. Obcha 1400 km zapas qoldi. Mana bu faralardan devorga qaratib qo'yib, futbol ko'rasizmi, kino ko'rasizmi, xohlagan narsangizni ko'rib o'rsangiz bo'ladi. O'shani proyektor bo'lib tushadi. Pnevma podviskalari bor, двойной pnevmada, chetlarida kameralari bor. Mana bu bakoylarda NFC karta, бесключевой слепой, круговой tonirovka, ruxsatnomalargacha bor. Lidarlar, раздвижной порог. Mashinani ichini qaranglar. Kofe salon, o'sha L9 da chiqayotgan kofe saloni. Bu ham 2025 ga 25. Kerakli hamma ishlar qilib qo'yilgan. Qaranglar, hitap displey, monitorlar ikkitalik, xolodilnik, mikrovolnovka, hamma narsasi bor. 24 ming km masofani bosib o'tgan. Abduf, abagriv, massaj, nulovoy gravitatsiyaga ega sideniyalarning orqasini ham qaranglar. Voy, mana orqasida ham katta. Mana bunaqa televizorlargacha tushadi, orqadan proyeksiya bo'lib, xohlagan narsani ichida ham, ne только ichida, tashqarida ham ko'rib o'rsanglar bo'ladi. Двойной qilib, раздельный kapitaniy sideniya knopkani o'zini bossanglar, eshiklari o'zi ochiladi, o'zi yopiladi. Katta mashina xohlaganlar uchun L9 dan har tomonlama ustun. Tezlik bo'yicha ham, zapas xodi bo'yicha ham, avtoriteti bo'yicha ham hozir L9 Ultralardan bu ancha-muncha obro'yi balandroq hisoblanib yuribdi, chunki narxi ham ancha-muncha qimmat. Akalar, orqa faralarini ham qaranglar. Huawei Aeto M9 2025 ga 25. Kraskalari top-toza, qoraga, tepasi bronza rang. Full aytganimdek, mashina narxi 38 ming. Qiziqqanlar bo'lsa past raqam qo'yaman. Telefon qilib baraka qilib olinglar, ishoninglar, maza qilib beraysizlar akalar. Bosinglar.